uxlayotgan kishini hech tashqaridan kuzatganmisiz? Agar e'tibor bersangiz, inson uxlagan paytda holatini doimiy o'zgartirib turadi. Xo'sh, nega bunday? Ma'lumki, har bir kishi o'ziga yarasha vaznga ega. Inson skeletining usti muskullar bilan o'ralgan bo'lib, muskullarning ham vazni bor. Inson bir yoni bilan uxlagan paytda tanasining yerga tegmay turgan qismi, yerga tegib turgan qismini katta kuch bilan bosadi. Tepa qismdagi suyaklar, go'sht va muskullarning past tarafga bosimi tushadi. Past tarafdagi tomirlar hamda teri to'qimalari qisilib, eziladi. Tomirlarga qon kelishi va o'sha hududning kislorod bilan to'yinishi susaygani, teri ham ezilib turgani uchun inson tanasining o'sha qismlarida uvishish va jimirlashni sezadi. Masalan, inson oyog'ini uzoq vaqt bosib o'tirib, keyin o'rnidan tursa, o'sha oyog'ida kuchli uvishish, og'riq kabi noqulay holatni his etadi. Endi hikmatni qarangki, Alloh taolo inson jismiga bosimni sezadigan markazlarni joylashtirib qo'ygan. Uxlayotganimizda tanamizning yerga tegib turgan qismiga bosim tushganda, bosimni sezuvchi markazlar miyaga bu insonning falon a'zosi uvishib qoldi degan signal yuboradi. Miya darhol umumiy tanaga ag'darilish buyrug'ini beradi. Alloh taolo Kahf surasi 18-oyatda وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ Ularni goh o'ngga, goh chapga ag'darib tururmiz. Bu Alloh taoloning biz bandalariga rahmati, lutfi va karamidir.